Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni YouTube dasturchi YouTube. Hop, bugungi video darsimizda HTML ni yakunlaymiz va HTML da kod yozishni bas qilib, uning oldiga CSS degan kodimizni ham qo'shamiz. Hop, bugun HTML da 10-dars, ya'ni yakun. Ana unda biz boshladik. Birinchi o'rinda index.html ochamiz. Keling, endi shu title'ga HTML tugadi deb yozamiz. Bu yerga esa .wrapper, ya'ni wrap turuvchi deb yozishga h1 HTML yakunlay dars. Va o'pamiz live serverga o'tamiz. Yakunlay dars. Hop, keling birgalikda xuddi shu narsalarni men bilan birgalikda qilishga harakat qiling. Hop, h1 dan foydalandik. Aytaylik, h6 endi 10 ta video darslik HTML haqida bo'ldi. Va Shift Windows nuqtani bosib, shunaqa smayli chiqaraveramiz. Mayli shuni mana bunday qilib belgilab ketamiz. Xo'p, endi aytaylik shu yerga yerdan lidan foydalanamiz. HTML CSS JS JavaScript degani bu. bo'lsa React Tailwind CSS Tailwind CSS Tailwind CSS nimani qoldi? Tailwind CSS Vue.js mana shu 5 ta deb turaylik. Hali o'rganganimiz tushuncha bor. Endi bundan ham ko'p o'zarasida men qisqacha dasturlashni aytib qo'ydim. Hop, endi oldi tagidan keling shu oldidagi h3 dan foydalanib h3 sizga sabr tilayman deb yozib qo'yamiz. Sabr tilayman smile deb yozsak, ko'rgili smile chiqadi. Hop, birinchi o'rinda motivatsion gaplarni yozib qo'yamiz. To'xtamang. Shu yerga yana qilib sabr va harakat deb qo'yamiz. Harakat liga intiling maqsad sari. Endi shu yerga
aytaylik uldudagi biyi mening dagi kanalimga obuna bo'ling deb mana shu yerda atiga ochib hrafiga https youtube.com/uzb dasturchi pasasi youtube deb slash qo'yib qo'yamiz. Hop, endi o'z tekshiramiz. Bitta refresh beramiz. Ha, bu nimaga yozmabmiz u? Adresga matn yozib qo'yish kerak edi, bo'lmasa bo'lmaydi. Mana tekshirsak, mana mening YouTube'dagi kanalimga obuna bo'ling. Shuni ustiga bunday bossak, avtomatik tarzda YouTube'ga o'tib ketadi. Mening shu YouTube kanalim. Bularni albatta to'xtatmasdan ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Xudo xolasa birgalikda frontdan dasturchi bo'lamiz. Faqat sizlardan talab qilinadigan zinhor to'xtab qolmang. Mana shu yakuniy darsimiz, HTML yakuniy dars. Kodlarni ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shularni barchasi o'tilgan darslar asosida yoziladi mana. Oddiy misol H1, H6, oliy teglari. Sizga sabr tilayman deb H3 ta emas qo'ydim. Ul bilan li teglardan foydalandim, p tegidan foydalandim, a linkidan foydalandim. Shunaqa oddiy smartlarni qo'yib qo'ydim. Xullas, endi xudo xolasa keyingi darsimizdan CSS ga o'tishni boshlaymiz. Sizlar mavzuga dasturchi YouTube bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat.